Bu mashinani ko'rib ketaverasiz 5, chunki bu Neta Sport GTS 65 ming 70 ming dollar turadigan 2,5 sekund 100 ga chiqadigan bu mashina eng arzonida necha pul bo'lishi mumkin? Taxmin qilib turinglar. 2023-yil bor yo'g'i 1800 kilometr yurgan yangi holatdagi mashina Michelin ballonlarda o'zini особенный diskalarida faqat shu modifikatsiyada chiqadigan diska. Oddiylarda bunaqa diska bo'lmaydi. 4 ta ballon tortadi. 585 ta ot kuchi mana shu kuzovga qanaqa uchirib yuborish mumkin. Tasavvur qilasizlarmi? 2,5 sekund 100 ga chiqar ekan. Mashinani oldin loboygacha tonirovka bo'lgani uchun salonlar to'g'ri qorong'i ko'rinyapti yorug'da ham. Hamma yoq oyna ekan o'zi tomon bor. Kapitanskiy bo'lingan sedenada. Hamda tablo bitta, yoqda ikkinchi monitor, qo'l kishi 3 ta monitor. Mountda informativ displeylar turibdi. Xullas kosmetik kорабль navorotlari, bomba, hedab, medab hamma narsasi bor. Yangi sostenida turibdi mashina. 360 kameralar bu mashina uchun oddiy narsalar. Bunda ancha unda aqlli opsiya funksiyalar ham bor. Hammasini bemalol internetdan ko'rib olsanglar bo'ladi yoki shu mashinaning egasiga telefon qilib kelib, bemalol hamma yoqni ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Mashinaning dizayni lekin vidlari bomba ekan, ma'lum chiroyli ishlangan ekan, haqiqatan borini aytish kerak. Ham spoilerchalari original karbon ekaniga qoyil. Ko'p joylarda original karbon ishlatilgan ekan. Deshovka mashina emasligi aniq. Narxini taxmin qilishdan oldin shuni inobatga olinglar. Bu mashina dunyo bo'yicha 99 dona chiqqan, uni bittasi O'zbekistonda. Mana shu tepamda turgan panorama tom gazli kirishi, umuman suv o'tmaydi, tomniy bo'ladi, yarki bo'ladi. O'zingizga qulay qilib boshqarsanglar bo'ladi. Bu ham qimmat opsiyalardan bittasi. Mabodo talant ichiga sig'mayotgan og'ayninglar bo'lsa, bu mashinada karaoke ham bor ekan. Ochilsin. Bay. Ichida hech kim yo'q, o'zi ochilyapti. Qo'ymasizlar. Yopilsin. Vay, gap yo'q ekan. Biza bu juda ham noyob antiqa mashinani bor yo'g'i 39900 dollarga berib yuboramiz. Qo'ymasizlar, egalari nomerlari Telegram kanalda, kanalga o'tib nomer olib telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar. Bundan arzonlarni unutib qolmaslik uchun podpiskani bosib qo'yinglar.